Assalomu alaykum. Omega 3 haqida so'rabsizlar. Omega 3 shunaqa ko'rinishda 60 ta kapsula bo'ladi. Bu 100% tabiiy va halol. Sababi buni qobig'i, ya'ni kapsulaning ustidagi qobig'i jelatini mana shu baliq jelatinidan olinadi. Bir xil mana shu omega 3 larni ustidagi qobig'i halol emas hisoblanadi-da. Shamsdan farqlanadi. 3 yoshdan yuqori bo'lgan farzandlaringizga beraverasizlarmi? 3 yoshdan buyog'iga bittadan beriladi. Kattalar 2 ta kapsuladan ichadi. Unaqa baliq hidi kelib, me'daga tegadigan emas. Bunaqa multivitaminni ichida ham 2 ta mana omega 3 bor. Bu tayyor mana shunaqa ko'rinishda. Buning ichida omega 3 multivitamini va aksantin ekstrakti bor. Chernik ekstrakt juda ham foydali. Bundan tashqari multivitaminlarimiz bor bolalarimiz uchun. Bu chaynab yeyiladi. O'sha ozgina qolgan edi. Xuddi shunaqa ayiqcha ko'rinishda bo'ladi. Chaynab yeb yuboriladi bu. Bu ham 100% tabiiy. Buni bunda 30 ta. Buni ichida 30 ta bo'ladi. 1 oyga yetadi. Bu 2 oyga yetadi. O'zingiz yaxshi effektni olishni xohlasangiz 3 oy ichish kerak. Va mana bunaqa nutrikompleksimiz bor. Bu tirnoq, yo'llari ko'chib ketadigan tirnoqlar juda ham nozik insonlar uchun va terisini rangi o'zgarganlar uchun, sochi tez to'kiladiganlar uchun juda ham foydali. Mana teri, soch, tirnoqlar uchun nutrikompleks bu juda ham foydali. Ichsanglar effektini bilasizlar. 100% tabiiy bu ham.